Bos. Akamizda yana bitta udari. Xo'p, kangal. Cho'pon iti. Haqiqiy turkmenskiy kangal cho'pon iti bu. Maza qilib boqadiganlarga, urishtiraman deydiganlarga ham yoshi yetganda urishtirsa bo'ladi. Yoshi qanchada aka buni? Bu 8 oylikka endi to'ladi. 8 oylikka endi to'ladi. Jinsi erkak. Holatini ko'rib turibsizlar. O'ta udar. Yana bir ko'rsatib o'tamiz buni hozir. Yurishlarini qaranglar. Aka buni narxi qanaqa endi? Buni narxini 1,5 million qo'yaveramiz. Arzon emasmi chempionga? Hop, 1,5 uchun. 1,5 million qo'ysangiz, men yana tushiraman-da buni. Narxi qancha kami bor endi buni? O'zi zo'r. Jicha tushirishimiz kerak endi. 100 ming o'tib beramiz benzin bilan gaziga mayli. 100 ming yo'l kirasiga o'tib beriladi. Holati zo'r. Telefon nomerni aytib o'tamiz yo oxirida aytaveramiz? Oxirida qiziqroq bo'lsin-a? Bo'ldi. Assalomu alaykum obunachilar. Xo'p, Dangalchi bola kanali a'zolari. Mana Alabay, Belli Medved zoti urg'otisi sotilar ekan. Xo'p, narxini 3 million so'm deyapti. Telefon nomeri qo'yib o'tamiz. Egalarining oldiga keldik. Itti holatini qaranglar, juda zo'r. Yaltirashni qaranglar, buni oppoqligini. Xo'p, yoshi buni 9 oylik ekan. Urg'ochi. Rosa o'yin qaraq, hozir yoshlik uchun o'ynayapti. Holatlari yaxshi. Agar kerak bo'lsa, xuddi shunaqa zotdan topib ham berilaveradi. Bundan kichkinalari ham, bundan kattalarini ham. Xo'p. Telefon nomerini qo'yib o'tamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akamizda yana bittasi ovcharka ekan. Xo'p. Nemetskiy, toza. Jinsi qanaqa aka buni? Erkak. Erkak. Yoshi-chi? Yoshi 9 oylik. Yoshi 9 oylik. Xo'p, narxini qanaqa qo'yamiz aka buni? $100. Kami ko'rsatichi? Chipcha o'tib beramiz. Qancha o'tamiz? 100 so'm. Ya 100 so'm nimaga sal yana tushamiz. Bo'ladigan qilib ayting. Maza qilsam berishsin mayli. 1 million rovna. Qorani narxida. Qorani narxida. Ha. 1 million so'mga baraka bo'linyapti, savdolashib kelishildi. Erkak hozir bizda yangilimiz cho'chiyapti, kuchuk ekan. Yoshi necha, qancha dedingmi? 9 oylik. 9 oylik. Holati zo'r. Rosa o'rganigan bo'lmagan. Maza qilib boqadiganlarga, o'sha qiziqadigan. Bu itlar chegarada turadi, keyin iskash qobiliyati juda kuchli, ahranaga o'ta udar. Yana bitta tomon komanda aqlli, juda zo'r o'qadi. Gapni o'qiydigan zotlarda. Maza qilib boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Dekorativniga maza qilib boqishadi. Akamizda oddiy xashak cho'pon iti ham bor ekan, kuchuk ekan. Yoshi qanaqa aka buni? 2,5 oylik. 2,5 oylik. Jinsi erkak. Jinsi erkak. Narxi qancha buni? Narxi 400 ming. Bo'ladigan qilib ayting endi. 350 berishsin. 350 emas, 300 berishadi. Bo'lardimi? Bo'laveradi. 350 emas, 300 ga baholadik. Maza qilib boqsangiz ham bo'ladi. Bo'yi taxminan shuncha yana o'sadi. Cho'ponlikka o'rgatsa, rosa komanda o'qiydigan yoshda ekan. Lapalari yaxshi, holatlari, veslari, semizligi yaxshi. Ikki yuvib tarasa, cho'tki it bo'ladi. Xo'p, aka, hammani qiziqtirayotgan joyi. Nomerni qanaqa qo'yamiz? Nomerni 1909. Pastani yoniq turadigan, bittada aloqaga chiqiladigan. 94lik, 94lik 318 318 09 raqamlariga telefon qilib. Yana bittasi bor. Hamma ikkita olsalar bo'laveradi. Yo'q, bizga yoniq turadiganini bering. Yozing. Ayting. 94lik 94lik 779 779 292 292 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bu itlarda ko'ryapsizlar zo'rlari. Yana aka, bundan tashqari it so'rasa ham bor, bor. Qanday kuchugi, yoshlari farqi topib beramiz. Xonalari bor. Xo'p. Bularda qanaqa qilib sizga aloqaga chiqishadi? Misol uchun, hali it so'raganda rasm, videolari, so'ragan itini sirasi tashlab bersak bo'ladimi bunaqasi? Sirasi tashlasak bo'ladi, bor. Sirasi tashlasak bo'ladi. Hamma ma'lumotlari bor. Bor, hammasi bor. Bo'ladi. Xo'p, sizlarga qanaqa zotli it, kuchuklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsalaring ham bo'ladi. Itlarni sotmoqchi bo'lsalaring ham, olmoqchi bo'lsalaring ham. Xo'p. Telefon nomerlarimiz 93lik 242 11 20. Akamning nomeri, akam it ham olaveradi.
sotaman deganlar olaveradi ham. Unga qanaqa qaysi nomeriga qaraysiz? Shu ikki nomeri. Xuddi shu nomerlarga yana telefon qilsalaring bo'laveradi, itlaringizni sotmoqchi bo'lsalaring. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obzorimiz menimcha yoqdi deb o'ylayman sizlarga.